Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya jamg'armasi bilan bog'liq eski tartiblar yopilyapti. Ayrim xizmatlar boshqa tizimlarga o'tkazilyapti. Qog'oz hujjat bilan yurish davri tugab boryapti. Bu xabar pensionerlar, pensiyaga chiqishga yaqin turganlar, nogironlik pensiyasi oladiganlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, hatto hozir ishlayotgan yoshlar uchun ham bevosita ahamiyatli. Agar siz men hali yoshman, menga aloqasi yo'q deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Chunki bugun elektron bazadagi bir dona xato ertaga pensiya miqdoringizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Qaysi hujjatlarni hoziroq tekshirish zarur? Qayerga murojaat qilish kerak? Arizada nima yozish kerak? Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam keyin oylar davomida idora yurib qolishi mumkin. Avvalo eng muhim narsani aniq aytib olay. Pensiya degani butunlay yo'q bo'lib ketayotgani yo'q. Davlat pensiya to'lovlarini to'xtatib qo'yayotgani yo'q. Gap shundaki, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ayrim eski tartiblar, eski bo'limlar, eski qog'ozbozlik usullari, ayrim xizmat ko'rsatish oynalari bosqichma-bosqich o'zgarib bormoqda. Bugun ko'p joylarda xizmatlar elektron shaklga o'tyapti. Ayrim ma'lumotlar avtomatik bazalardan olinmoqda. Ba'zi ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar boshqa mas'ul tashkilotlar orqali yuritilmoqda. Oldin qanday edi? Odam pensiya chiqmoqchi bo'lsa, mehnat daftarchasini ko'tarib borardi, arxidan ma'lumotnoma olardi. Korxonadan ish haqi to'g'risida hujjat so'rardi. Mahalla, bank, tibbiyot muassasasi, bandlik bo'limi, soliq idorasi o'rtasida qatnardi. Ko'p narsa qog'ozga bog'liq edi. Mehnat daftarchasida muhr noto'g'ri bosilgan bo'lsa, ish staji hisoblanmay qolardi. Korxona tugatilgan bo'lsa, arxiv qidirilardi. Arxiv topilmasa sudga murojaat qilishga to'g'ri kelardi. Hozir nima o'zgaryapti? Endi davlat ko'proq elektron bazalarga tayanmoqda. Sizning ish stajingiz, ish haqi, soliq to'lovlaringiz, mehnat shartnomangiz, fuqarolik holatingiz, nogironlik to'g'risidagi ma'lumot, bank kartangiz va yashash manzilingiz turli axborot tizimlari orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni, odam kamroq yuguradi. Ayrim hujjatlar avtomatik chiqadi. Korrupsiya va ortiqcha qog'oz kamayadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar bazada ma'lumot yo'q bo'lsa yoki xato bo'lsa, tizim sizning og'zaki gapingizga emas, elektron yozuvga qaraydi. Ana shunda muammo boshlanadi. Men ko'p murojaatlarda bir xil holatni ko'raman. Odam 25 yil ishlagan, lekin elektron bazada yil ko'rinadi. Yoki 1995-2005 yillardagi ish joyi mehnat daftarchasida bor, lekin arxivda korxona ma'lumotlari to'liq emas. Yoki ayol bola parvarishi davrini stajga kiritilishini kutadi, lekin tegishli hujjatni vaqtida topshirmagan. Yoki fuqaro nogironlik pensiyasi oladi, lekin tibbiy komissiya ma'lumoti tizimga kech tushgani uchun to'lovda uzilish bo'ladi. Demak, masala pensiya yopildi degan vahima emas. Masala eski tartib yopilyapti. Yangi tartibga tayyor bo'lmagan odam yutqazishi mumkin degan juda jiddiy ogohlantirishdir. Birinchi navbatda pensiyaga 5 yil qolganlar juda ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, erkak kishi 6 yoshga yaqinlashyapti. Ayol kishi 25 yoshga yaqinlashyapti. Ular hoziroq mehnat stajini tekshirtirishi kerak. Chunki pensiya tayinlashga ariza berganingizda mana shu joyda xato bor ekan deb qo'linsa, uni tuzatish 2 kunlik ish bo'lmasligi mumkin. Arxivga so'rov ketadi. Javob 15 kun, 30 kun, ba'zida undan ham ko'p vaqt oladi. Korxona tugatilgan bo'lsa, huquqiy voris qidiriladi. Hujjatlar boshqa viloyat arxivida bo'lsa, yana vaqt ketadi. Misol keltiraman. Deylik, Otabek aka 1978 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin zavod 2003 yilda tugatilgan. Elektron bazada esa faqat 2005 yildan keyingi ish joylari ko'rinadi. Otabek aka pensiyaga chiqishdan bir oy oldin borsa, unga 1998-2000 yillarni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini olib keling deyishlari mumkin. U arxivga boradi, arxiv hujjatlar to'liq topshirilmagan deydi. Shunda odamning pensiyasi kechikadi yoki dastlab kamroq staj bilan hisoblanadi. Agar Otabek aka bu ishni 1 yil oldin boshlaganda, barcha hujjatlarni tartibga solib qo'yardi. Ikkinchi toifa, norasmiy ishlaganlar yoki ish haqi konvertda berilganlar. Bu juda katta muammo. Ko'p odam men 10 yil ustada ishladim. Men do'konda sotuvchi bo'ldim. Men fermer xo'jaligida mehnat qildim deydi. Lekin agar mehnat shartnomasi bo'lmasa,
soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinmasa, bu davrni pensiya stajiga kiritish qiyinlashadi. Og'zaki guvohlar bilan hamma narsani hal qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bugun ishlayotgan odam ham o'z ish beruvchisidan mehnat shartnomasi rasmiylashtirilganini, ish haqi bank orqali yoki rasmiy hisobda yuritilayotganini tekshirish kerak. Masalan, Dilnoza Sekin yil tikuv sexida ishlagan. Har oy 2 million so'm olgan, lekin rasmiy ish haqi 600 ming so'm qilib ko'rsatilgan yoki umuman mehnat shartnomasi bo'lmagan. Bugun bu unga sezilmasligi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida katta farq paydo bo'ladi. Chunki pensiya faqat men ishlaganman degan gapga emas, staj va rasmiy ma'lumotlarga bog'liq bo'ladi. Agar rasmiy ish haqi past ko'rsatilgan bo'lsa, kelajakda pensiyam kutilgandan past chiqishi mumkin. 3-toifa. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng nozik jihat tibbiy xulosa nogironlik guruhi, qayta ko'rik muddati va ma'lumotlarning elektron bazaga tushishidir. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Ba'zan odam men borganman, komissiyadan o'tganman deydi. Lekin ma'lumot tizimga kech kiradi yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'ladi. Shuning uchun nogironligi bor shaxslar o'z muddatlarini kalendarga yozib qo'yishi, tibbiy hujjatlarni skaner yoki surat qilib saqlashi, komissiya xulosasini yo'qotmasligi kerak. 4-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda farzandlarning yoshi, o'qish holati, nikoh holati, vafot etgan shaxsning staji va hujjatlari muhim. Masalan, marhum otaning mehnat staji to'lib ko'rinmasa, oilaga tayinlanadigan to'lov miqdori yoki huquqni tasdiqlash jarayoni murakkablashadi. Talaba farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotni vaqtida bermasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 5-toifa. Chet elda ishlagan yoki ishlayotgan fuqarolar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda yillar davomida ishlaydi. Lekin u davrlar O'zbekistondagi pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishi, qaysi davlat bilan qanday kelishuv borligi, ijtimoiy to'lov qilinganmi yo'qmi? Bular alohida masala. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, bu yillarni O'zbekistonda staj sifatida tan oldirish oson emas. Shuning uchun chet elda ishlaganlar mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlarni saqlashi kerak. Kimlar hozir vahima qilmasligi mumkin? Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz va hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, har oy to'lov kelayotgan bo'lsa, sizning pensiyangiz birdaniga yopilib qolmaydi. Lekin baribir yiliga kamida bir marta ma'lumotlaringizni tekshirtirish foydali. Ayniqsa pasport almashtirgan bo'lsangiz, bank kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bularni yangilab qo'yish kerak. Eng katta xatolardan biri, odamlar mehnat daftarchasi bor bo'lsa, hammasi hal bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, mehnat daftarchasi muhim. Lekin undagi yozuvlar to'g'ri, o'qilishi aniq, muhr va imzo mavjud. Sanalar mantiqan mos bo'lishi kerak. Masalan, ishga kirgan sana 1998 yil mart, ishdan bo'shagan sana 1907 yil 20 dekabr deb yozilib qolgan bo'lsa, bu oddiy texnik xato ko'rinsa ham staj hisobida muammo tug'diradi. Yoki korxona nomi bir joyda Sharq MSJR, boshqa joyda Sharq firmasi deb yozilgan bo'lsa, arxivda solishtirish qiyinlashadi. Ikkinchi nozik jihat, ayollarning bola parvarishi davri. Ko'p ayollar men 3 ta farzand ko'rganman, demak avtomatik staj bo'ladi deb o'ylaydi. Amalda esa qaysi davr, qaysi tartib, qaysi hujjat, qaysi mehnat munosabati bo'lganiga qaraladi. Tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan buyruqlar, dekret ta'tili haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ayol rasmiy ishlamagan bo'lsa, har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar to'liq saqlanishi kerak. 3-nozik jihat, familiya, ism va otasining ismi o'zgarishi. Bu ayniqsa ayollarda ko'p uchraydi. Mehnat daftarchasi qiz familiyasida, pasport esa turmushdan keyingi familiyada. Diplom boshqa yozuvda, farzandlar hujjatida yana boshqa shaklda. Elektron tizimlar buni ba'zan avtomatik bog'laydi, ba'zan bog'lamaydi. Agar hujjatlarda bitta harf farq qilsa ham, masalan, Gulnora va Gulnara, Yo'ldoshev va Yuldashev muammo bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumot, FDI hujjatlari kerak bo'ladi. 4-nozik jihat, bank kartasi va to'lov usuli.
pensiya tayinlangan bo'lsa ham bank kartasi muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqami noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pul kechikishi mumkin. Odam esa pensiyamni to'xtatishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo bankda bo'ladi. Shuning uchun pensionerlar kartaning amal qilish muddatini tekshirib turishi kerak. Agar karta yo'qolsa, darhol bankka murojaat qilish, yangi kartani rasmiylashtirish, kerak bo'lsa tegishli tashkilotga yangi hisob raqamini bildirish zarur. 5-nozik jihat yashash joyi o'zgarishi. Bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan odam propiska yoki vaqtincha ro'yxat masalasini tartibga solmasa, xizmat ko'rsatish bo'limi bo'yicha chalkashlik bo'lishi mumkin. Ayniqsa doimiy yashash joyi boshqa viloyatda, o'zi boshqa shaharda yashayotgan pensionerlarda savollar tug'iladi. Hozir ko'p xizmatlar elektron bo'lsa ham, ayrim tekshiruvlar hududiy ma'lumotlarga bog'liq. 6-nozik jihat ortiqcha to'lov va qaytarish talabi. Ba'zan odam biror to'lovni olishga huquqi yo'qolganini vaqtida xabar qilmaydi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan farzand o'qishni to'xtatgan, lekin bu ma'lumot kech borgan. Keyin davlat ortiqcha to'langan pulni qaytaring deyishi mumkin. Odam men bilmaganman deydi, lekin qonun oldida bilmaslik har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun har qanday o'zgarishni vaqtida bildirish kerak. Ishga kirish, o'qishni tugatish, nogironlik guruhi o'zgarishi, yashash joyi o'zgarishi, vafot holati, nikoh holati va hokazo. 7-nozik jihat tanish orqali hal qilaman degan eski odat endi ishlamasligi mumkin. Elektron tizimda ma'lumot bo'lmasa, oddiy xodim ham uni o'zicha qo'shib qo'ya olmaydi. Har bir raqamning asosi kerak. Shu sababli men doim aytaman, tanish qidirmang, hujjat qidiring. Hujjat kuchli bo'lsa, huquqingizni talab qila olasiz. Hujjat bo'lmasa, eng yaxshi maslahat ham yordam bermaydi. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSSH raqamingiz, tug'ilganlik guvohnomangiz. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari tartibda bo'lsin. Hamma hujjatning rangli suratini telefonga va alohida fleshga yoki bulutli xotiraga saqlab qo'ying. Lekin asl nusxalarni hech kimga berib yubormang, faqat rasmiy idorada ko'rsating. Ikkinchi qadam, mehnat stajini tekshiring. Agar sizda mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi barcha yozuvlarni birma-bir ko'rib chiqing. Ishga kirgan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, korxona nomi, muhr va imzo borligini tekshiring. Agar yozuv o'chib ketgan, siyohi bilinmay qolgan, muhr yo'q, sana xato bo'lsa, hoziroq o'sha korxona yoki uning huquqiy vorisiga murojaat qiling. Korxona yo'q bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni ko'ring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali, my.gov.uz orqali, soliq va mehnat bilan bog'liq elektron xizmatlar orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqin insondan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Maqsad bitta, tizimda sizning ish faoliyatingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz qanchalik to'g'ri aks etganini bilish. 4-qadam. Ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, men rasmiy ishlayapmanmi? Mehnat shartnomam tizimga kiritilganmi? Ish haqim to'liq ko'rsatilganmi deb so'rang. Bu uyat emas. Bu sizning kelajakdagi pensiyangiz. Ish beruvchi keyin qilamiz, kerak emas, hamma shunday ishlaydi desa, bilingki zarar oxirida sizga tegadi. Bugun 1 million so'mni konvertda olib xursand bo'lishingiz mumkin. Lekin 20 yildan keyin pensiya hisobida katta yo'qotish bo'ladi. 5-qadam. Arxiv ma'lumotnomalarini oldindan oling. Pensiyaga chiqishingizga hali bir necha yil bo'lsa ham. Eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotlarni jamlab boring. Arxivga murojaat qilayotganda arizada quyidagilarni yozing. To'liq familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID ma'lumotlari, ishlagan korxona nomi, lavozimingiz, taxminiy ishga kirgan va bo'shagan yillaringiz, agar bilsangiz buyruq raqamlari, hozirgi telefon raqamingiz va manzilingiz. Arizada pensiya tayinlash uchun ish staji va ish haqi to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb aniq yozing. 6-qadam, xato topsangiz yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi yoki tegishli vakolatli tashkilotga yozma ariza bering. Arizangizning ro'yxatga olingan raqamini saqlang. Elektron murojaat yuborsangiz, tasdiqlovchi raqamni skrinshot qilib oling. Keyin men aytgandim demaysiz.
qo'lingizda isbot bo'ladi. 7-qadam pensioner bo'lsangiz, to'lovlaringizni kuzating. Har oy qaysi sanda pul tushayotganini biling. Agar kechiksa, avval bank kartangizni tekshiring, keyin tegishli bo'limga murojaat qiling. Karta muddati tugashidan oldin yangilang. Telefon raqamingiz bankka ulangan bo'lsa, SMS xabarlarini o'chirib tashlamang. Pensiya miqdori o'zgarsa, nima sababdan o'zgarganini so'rang. Indeksatsiya, qayta hisoblash, ushlab qolish yoki o'rtacha to'lov bo'yicha tushuntirish olishga haqqingiz bor. 8-qadam. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olsangiz, muddatlarni nazorat qiling. Tibbiy qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Talaba farzand o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan kerakli ma'lumotni vaqtida oling. Oilaviy holat o'zgarsa, buni yashirmang. Vaqtida xabar berish keyingi katta muammoning oldini oladi. 9-qadam, hujjatlarni bir papkaga to'plang. Men har bir oilaga pensiya papkasi yuritishni maslahat beraman. Unda pasport nusxalari, mehnat daftarchasi nusxasi, diplomlar, harbiy xizmat hujjatlari, nikoh va tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, tibbiy xulosalar. Bank hisob raqami ma'lumotlari bo'lsin. Bu papka uyda xavfsiz joyda tursin. Farzandlaringiz ham uning qayerda ekanini bilsin. Chunki kutilmagan vaziyatda ular sizga yordam berish kerak bo'lishi mumkin. 10-qadam. Rasmiy manbalarga tayaning. İnternetda pensiya yopildi. Hamma pulni olib qo'ying. Falon joyga bormasangiz pensiyangiz kuyadi degan vahimali xabarlar ko'p bo'ladi. Har bir xabarni tekshiring. Rasmiy saytlar, davlat xizmatlari markazlari, vakolatli organlarning kol markazlari, mahalla yoki ijtimoiy xodim orqali aniqlashtiring. Lekin tekshirishni ertaga qoldirmang. Bugun bitta telefon qo'ng'irog'i bilan bilib oladigan narsangizni 1 yil o'tib sud orqali isbotlashga majbur bo'lishingiz mumkin. Endi juda muhim ogohlantirish, hech kimga pul berib pensiyangizni oshirib beraman, staj qo'shib beraman, bazaga kiritib qo'yaman degan va'dalarga ishonmang. Pensiya hisoblash hujjat va qonun asosida bo'ladi. Agar kimdir sizdan noqonuniy pul so'rasa, siz nafaqat pulingizdan ayrilasiz, balki keyin hujjatlaringiz ham shubha ostida qolishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy ariza, rasmiy javob, rasmiy hujjat. Yana bir amaliy misol. Mahmud aka 62 yoshda pensiya oladi. U boshqa tumanga ko'chdi. Lekin bank kartasi eski filialda ochilgan, telefon raqami ham o'zgargan. 1 oy pensiya kechikdi. U darrov jamg'arma yopilibdi, endi pul bermaydi deb qo'rqdi. Aslida esa karta muddati tugagan va yangi manzil ma'lumoti yangilanmagan. U bankka borib kartani yangiladi. Tegishli bo'limda ma'lumotlarni to'g'riladi. Keyingi oy to'lov tiklandi. Demak, ko'pincha muammo tizimning yopilishi emas, ma'lumotlarning yangilanmagani bo'ladi. Yana bir misol. Sayyora opa pensiyaga chiqishdan oldin mehnat daftarchasini tekshirirdi. Ma'lum bo'ldiki, 1992-1992 yillardagi ish joyida korxona nomi noto'g'ri yozilgan. U arxivga oldindan murojaat qildi. Ma'lumotnomani oldi. Familiya o'zgargani haqidagi nikoh guvohnomasini qo'shdi. Natijada pensiyaga ariza berganda hammasi tayyor edi. Agar u buni oxirgi oyda qilganida, ehtimol pensiyasi kechkardi yoki kamroq chiqardi. Bugungi asosiy xulosa shunday. Pensiya to'lovlari yo'qolib ketayotgani yo'q, lekin eski qog'ozbozlik tartibi, eski idorama-idora yurish usuli va keyin hal qilaman degan yondashuv yopilyapti. Endi hujjati toza, elektron ma'lumoti to'g'ri, staji tasdiqlangan odam yutadi. Hujjati tekshirmagan, norasmiy ishlagan, arxiv ma'lumotini vaqtida olmagan odam esa qiynalishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng muhim ishlar: shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring, mehnat stajingizni tekshiring, elektron bazadagi ma'lumotlaringizni ko'ring. Arxiv ma'lumotnomalarini oldindan oling. Bank kartangiz va manzilingizni yangilab turing. Barcha murojaatlarni yozma shaklda qiling. Buni bugun boshlasangiz, ertaga o'zingizni va oilangizni katta tashvishdan asraysiz. Sizning hududingizda pensiya jamg'armasi xizmatlari qanday ishlayapti? To'lovlarda kechikish bo'lganmi? Staj bo'yicha xato chiqqanmi? Arxiv ma'lumotini olishda qiynalganmisiz? Izohlarda albatta yozing. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, pensiyaga yaqin qarindoshlaringiz va rasmiy ishlamayotgan tanishlaringiz bu ma'lumotni ho'zroq bilishi kerak.